İsrail oğulları Musa aleyhisselam bilen birge Fir'avnning zulmidan qutulgandan keyin Alloh taolo ularni Beytul Muqaddasga o'rinlashtirdi. Ular Musa aleyhisselamga ergishib, iymonda mustahkam turib sabr qilganligi uchun Alloh taolo ularni mukofotlash yuzidan ularga keng rizq ato qildi va bayashat turmushga ega qildi. Lekin ular Musa aleyhisselam bo'lmaslar xatolashib, yo'ldan chiqib azodi. Masalan, Musa aleyhisselam turtaqa chiqib ketgan vaqtida Musayni iloh qilib oldi. Musa aleyhisselam ularga to'g'rini tushuntirib, yana hidoyat yo'liga boshlaydi. Alloh taolo ularga osmondan har xil noz-ne'matlarni tushirib bersa, biz ey Musa, biz bu xil noz-ne'matlarga sabr qilolmaymiz. Ya'ni biz buni yavirib, ziriktoq, biz boshqa narsa xohlaymiz deb Allohning ne'matlarini tunumay tuzkorlik qilishga boshlaydi. Musa alayhissalom vafot topgandan keyin Isroil o'g'illariga Yusha ibn Nun degan payg'ambar yetakchilik qiladi. Yusha ibn Nun bo'lsa, Musa alayhissalom Xizr bilan uchrashqila mangan vaqtida uningga hamroh bo'lgan yosh shu. Yusha alayhissalom vafot bo'lgandan keyin Isroil o'g'illari to'g'ri yo'ldan chetnaydi. Tavratni o'z xohishi bo'yicha o'zgartirib, o'ziga ig'ir qildigan yerlarni elib etadi. Alloh taolo ularni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun payg'ambar avassa, ular haddidan eshib, avatilgan payg'ambarlarni o'ldirdi. Musa alayhissalom bilan birga Fir'avnning zulmini ko'rgan Isroillar vafot bo'lgandan keyin ulardan keyin kelgan avlodlar rohat farog'atning ustiga kelgachga ne'matning nima ekanligini his qilmay, zulm va gunohda haddidan oshidi. Alloh taolo ularga bergan ne'matga tuzkorlik qilganlik yuzidan ularni jazolashni maqsad qilib, ularga qo'shni shahar Amaliqlarning zolim podshohi Jalutni avatidi. Jalut qo'shin to'plab ushtumtut Isroil o'g'illariga hujum qiladi. Ularning nurg'unlagan erlarini o'ltiradi, ayollarni asir oladi. Saq qolganlari bo'lsa, yurtlarini tashlab chiqitishga majbur bo'ladi. Shunday qilib, bayashat turmushda yashayotgan Isroil o'g'illari Allohning ne'matini tunumay, tuzkorlik qilganligi va o'zlariga avatilgan payg'ambarni o'ltirganligi uchun Allohning azobiga uchrab sarsonlikqa va xorliqqa yuzlanadi. Hatto ularda Musa alayhissalom va Harun alayhissalomning kiyim-kechaklari Musa alayhissalomning xosisi saqlangan qimmatli bir sanduq bo'lib, ular urush ichida bu sanduqni yo'qotib qo'ydi va Alloh taolo Musa alayhissalomga tushirgan Tavratni yo'qotib qo'ydi. Ularning ichida Tavratni yodlab olgan oz bir qism kishilarni qolib qoladi. Bu vaqtcha Isroil o'g'illariga kelgan payg'ambarlar Yaqub alayhissalomning o'g'illari ichidan Lavining nasibidan kelgan bo'lib, bu urushda Lavining nasibidan faqat birla homildor ayol saq qoldi. Bu homildor ayol quruqdagi bolaning o'g'il bo'lishini umid qilib Allohdan tilaydi. Alloh taolo bu ayolning duosini ijobat qilib, uningga o'g'il farzand ato qildi. Bu ayol o'g'lining ismini Shimoil qo'ydi. Shimoil 40 yoshga kirgan vaqtida Alloh taolo uningga payg'ambarlik vazifasini yuklab, Isroil o'g'illarni to'g'ri yo'lga yetaklashga buyurdi. Sarsonlik va zulmda to'g'ri yo'l izlayotgan Isroil o'g'illari Shimoil alayhissalomning buyrug'iga bo'ysunib, hidoyat yo'liga qaytdi. Zolim podshoh Jalutning zulmiga bardoshlik berolmagan Isroil o'g'illari bu zulmdan qutulishning yo'lining jihad ekanligini tunib yetib, payg'ambari Shimoil alayhissalomga bizga bir podshoh tiklab bersang, biz u podshohning ostiga yig'ilib, bu zolim podshoh Jalutga qarshi Alloh yo'lida urush qilsak deydi. Shimoil alayhissalom ularning ruhiy va iddiy jihati jihadga bo'lgan tayyorlikqa bitdimi yoki bitmadimi bilib baqish uchun, agar sizlarga Alloh Jalut qarshi urush qilishni farz qilsa, ya'ni buyursa, sizlar urush qila olmay, ya'ni kendinglarga chekinib qolasizlarmikin deydi. Isroil o'g'illari qat'iylik bilan va ma lana alla nuqatil fi sabilillah va qad ukhrijna min diyarina va abnaina. Biz bolalarimizdan ayrilgan tursak, yurtlarimizdan chiqarilgan tursak, ya'ni shundaq ig'ir zulm kelgan tursak, biz nima deb Alloh yo'lida urush qilmoqdakmiz deb o'zining ruhiy va iddiy jihatga tayyorlik tutganligini keskinlik bilan e'lon qildi va keyniga chekinmaydiganligiga va'da berdi. Alloh taolo Shimoil alayhissalomga vahiy qilib, ularning orasidagi Talut ismli bir odamni podshoh qilishiga buyurdi va ularga jihatni farz qildi. Shimoil alayhissalom ularga Talutning podshoh bo'lganligini e'lon qilgan vaqtida Isroil o'g'illarining ko'p sonliqi uning podshoh bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Chunki Isroil o'g'illariga bo'ladigan podshoh cho'qim Yaqub alayhissalomning bolalari ichidan Yahudaning avlodidan bo'lishi kerak edi. Yoki avlodidan payg'ambar keladigan Lavi o'g'lining nasibidan bo'lishi kerak edi. Talut bo'lsa har ikkala o'g'lining nasibidan emas edi. Shuning uchun Isroil o'g'illari Talutning podshoh bo'lishiga norozilik bildirib, anna yakunu lahul mulk, uningga qandoqmi podshohlik bo'lsin, podshohga biz haqliq deb Yaqub alayhissalomning o'g'illari ichidan Yahudaning avlodlari va Lavining avlodlari buningga norozilik bildirdi. Shimoil alayhissalom buning birinchidan Alloh taoloninki tanlashi ekanligi, ikkinchidan Talutninki ilmni ziyoda, ya'ni olim ekanligi, uchinchidan Alloh taolo Talutni badanda kuchlik, ya'ni qovul qilganligini aytib, ularning noroziligini rad qildi. Ular oxiri agar Talut rasli Alloh taolo tomonidan tanlangan podshoh bo'lsa, uningga bir mo'jiza ko'rsatsin, bir alomat ko'rsatsin deb turib oladi. Shimoil alayhissalom Talutning podshohligining alomati shuki, u sizlarga hiliqi sizlar yo'qotib qo'ygan sanduqni qaytirib akilib beradi deydi. Shundaqla Allohning farishtalarga vahiy qilishi orqali farishtalar sanduqni Talutning uyining oldiga keltirdi. Isroil o'g'illari Talutning sanduqni qaytirib akaganligini ko'rib, uning podshohligiga bo'ysunadi va uning atrofiga
hammasi Jalut qarshi urush qilish uchun to'planadi. Talut İsrail o'g'illarini radga selib, zolim podshoh Jalut qarshi urushga otlanadi. Ular uzun musofani besib bo'lgandan keyin ularning elib olgan suvlari tugab usashga boshlaydi. Bu vaqtda Alloh taolo Shimoil alayhissalomga vahiy qilib, Alloh taolo ularni bir daryo bilan imtihon qilganligini aytadi. Alloh taolo Shimoil alayhissalom orqali bir ta'limot avatadi. Shimoil alayhissalom ta'limotni Talutga yetkazgandan keyin Talut askarlarga mundoq xitob qiladi. Alloh taolo sizlarni oldimizdagi bir daryo bilan imtihon qiladi, ya'ni sinaydi. Sizlar usab ketdinglar. Agar kimki u daryo suvidan ichsa, u mendan emas. Ya'ni mening askarim bo'lishga loyiq emas. Kimki sabr qilib u daryo suvidan ichmaydi ekan yoki ozroqli ichidi ekan, u mendan bo'ladi. Ya'ni menga tava men bilan birga urush qilishga loyiq askar bo'ladi deb e'lon qiladi. Ular daryo buyog'iga kelgan vaqtida 80 ming askar ichidan 76 ming askar buyruqqa xiloflik qilib daryo suvidan qong'uchi ichidi. 4 ming askar daryo suvidan ichmaydi yoki yo'l qo'ygan miqdorda nihoyat oz ichidi. Bu 4 ming askar ichidimi nurg'ulg'an askarlar biz Jalut bilan urush qilishga taqat qila olmadikmiz deb qechib ketdi. Ularning ichidan faqat 313 nafar askarlar qolib qoldi. Bu son dal payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan birga Badr urushiga qatnashgan sahobalarning soni bilan teng edi. Alloh taolaning usab ketgan Isroil o'g'illarini daryo suvidan ichishdan cheklashi yoki ozroqli ichishga ruxsat qilishi askarlarning buyruqqa itoat qilishining naqadar muhim ekanligini ko'rsatish bilan birga bu yerdagi daryo suvi hayotimizdagi dunyo rohat farog'atiga simvol qilingan. Usab ketgan Isroil o'g'illari bo'lsa, rohat farog'atga o'zini atadigan biz insonlarga simvol qilingan. Xuddi daryo suvidan qong'uchi ichgan Isroil o'g'illari Alloh yo'lida urush qilishga yaramaydigan kishilar bo'lganidek, dunyo rohat farog'atiga o'zini atgan, qong'uchi dunyo rohat farog'atiga cho'kkan kishilarning buyuk da'vo va Alloh yo'lidagi kurashga loyiq emasligini ko'rib olamiz. Ham shundaqla nafsini yengan, ruhiy jihatdan pishib yetilgan oz sonliq kishilarning ko'p sonliq dushmanlar ustidan g'alaba qila oladiganligini ko'rib olamiz. Talutning tanlangan 313 nafar askarlari ichida 18 yoshli Davud alayhissalom bor edi. Davud alayhissalom kichkidan boshlab pada boqqan bo'lib, nihoyat jasoratlik va botir edi. Rag'at etishga intayin mohir bo'lib, naqdek güzel. Talutning ozg'ini qo'shinlari zo'r ko'lamlik Jalutning qo'shini bilan ushurishdi. Ular Jalutning zo'r ko'lamli qo'shinini ko'rib, Alloh taologa mundoq duo qiladi. Robbana afrigh alayna sabran va thabbit aqdamana vansurna alal qawmil kafirin. Ey Robbimiz, bizning qalbimizni chidamchanlik bilan to'ldirib etgin va maydonlarda bizning qadamimizni mustahkam qilgin va kofirlar qarshi bizga nusrat, yordam ato qilgin deb duo qiladi. Bu duoda dushmanga atlangan har bir mujohidda bo'lishga tegishli 3 sifat tilg'ilingan. Uning birinchisi qiyinchiliklar qarta savrchanlik, ya'ni chidamchanlik. Ikkinchisi urush maydonida qat'iylik, jasorat va mustahkam turish. Uchinchisi kofirlarga atlangan vaqtida haqiqiy mujohidga Alloh taolaning chuqum yordam beradiganligiga ishonish. Jalut Talutdan urush boshlanishidan ilgari o'zi bilan yakmak urishadiganga bir odam talab qiladi. Talut qo'shinlariga qarab, kimki Jalutni o'ldirsa, men uni kuyg'ul qilib olaman deydi. Shu vaqtda 18 yoshli Davud alayhissalom sakrab o'tirg'i tushdi. Hammalar hayron qoladi. Chunki Davud alayhissalom 18 yoshli yosh edi. Jalut bo'lsa nihoyat kuchli va qovul odam edi. Jalut Davud alayhissalomga "Sen men bilan urushmoqchimi?" deb uni masxara qiladi. Davud alayhissalom ragatkisini elib, yo'ldan tirvogan 5 tal toshni ragatkisiga elib otdi-da, tosh Jalutning peshonasiga tegib, Jalut yiqilib, shu hamon jon uzdi. Shuning bilan shiddatli urush boshlanib ketadi. Podshohining o'lgunini ko'rgan Jalutning askarlarining ruhi tushib ketadi. Allohning yordam qilishi va nusrati bilan bu urushda ozg'ina musulmonlar, ya'ni ozg'ina Allohga ishongan kishilar ko'p sonliq Jalutning qo'shini ustidan g'alaba qiladi. Urush zafaridan keyin Davud alayhissalomning Jalutni o'ltirganlik xabari pur ketdi-da, xalq orasida Davud alayhissalomning jasorati namoyon bo'ldi. Talut va'dasi bo'yicha Davud alayhissalomga qizini berib, uni kuyg'ul qilib oladi. Talutning vafotidan keyin Isroil o'g'illarining beshiga Davud alayhissalom chiqib, ularning podshohi bo'ladi. Undan keyin Alloh taolo Davud alayhissalomga payg'ambarlik vazifasini yuklaydi. Shunda qilib Davud alayhissalom ham hukmdor, ham payg'ambar bo'lgan tunji payg'ambar bo'ladi. Davud alayhissalom intayin ibodatgo'y kishi bo'lib, eng afzal vaqtlarni izlab ibodat qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Davud alayhissalomning ibodatini maqtab, Allohga eng suyimli namoz Davudning namozi. Allohga eng suyimli roza Davudning rozasi. Davud kechining 20gachilik uxlaydi. Kechining 3ning birida namoz o'qiydi. Qolgan 6ning birida yana uxlaydi. Davud bir kuni roza tutadi, bir kuni tutmaydi. Ve Davud alayhissalomning ro'zasi mustahab ro'zalar. Ya'ni siyomi Davud bir kun tutib, bir kun tutmaydigan Davud alayhissalomning ro'zasi deb alohida ta'riflandi. Davud alayhissalom kishilar orasida nihoyat adolat bilan hukm yurgizdi. Alloh taolo uningga qanday hukm chiqarishni o'rgatdi. Bir kuni Davud alayhissalom ibodat qilayotgan vaqtida bir odam Davud alayhissalomning uyining temidan otilib tushib keladi. Uyining temidan otilib kelgan odamni ko'rib Davud alayhissalom ensiraydi.
O adam ey Davud ensirme ben bir dava üçün keldim deydi. Ve şundakla menin qarindişimning 99 sağlıqı bar idi. Mening faqat bir sağlıqım bar idi. O qarindişim menden mushu bir sağlıqımni mi elavamoqchi bo'lyapti deydi. Davud alayhissalom yana bir qarindishining gapini anglamayla o qarindishing sana zulm qipti deydi. Ammo keyindilla bu odamning farishta ekanligini his qilib, Allohning uni imtihon qilganligini tunib, o'zining xatolashganligini, ya'ni yana bir tarafning gapini anglamasdan aldiroqsonlik bilan hukm chiqarganligini tunib yetib, Allohga tavba qiladi. Alloh taolo uning gunohini kechirim qiladi. Buningga o'xshash payg'ambarlarning xatoli shaklda yuz bergan ishlari amaliyotda shu ishlarga bizning yo'liqqan vaqtimizda qanday qilganligimizni ko'rsatish uchun hargizmi bu payg'ambarlarning ulug'ligi va buyukligiga ta'sir ko'rsatmaydi. Alloh taolo Davud alayhissalomga nihoyat yiqimli, go'zal ovoz ato qilgan bo'lib, Zaburni nihoyat mo'ngluq o'qiydi. O Zabur o'qigan vaqtida uningga qushlar, tog'lar quloq solatdi. O zikr tasbihni nihoyat ko'p o'qiydi. Alloh taolo Davud alayhissalomga qushlarning tilini tushunadigan iqtidor ato qilgan. Allah Taala Qur'on Karimda bayon qilganidek, Davud alayhissalomga to'mirni, xamirga o'xshash yemishtiradigan bir iqtidorni bergan. Davud alayhissalom buning orqali garchi podshoh bo'lsa-mu, dubulg'a va savut yasab turmush kechiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Davud alayhissalomning bu tarafini maqtab, Allohning payg'ambari o'z qo'li bilan ishlab yetdi deydi. Davud alayhissalom İsrail o'g'illariga hukmronlik qilgan 40 yil İsrail o'g'illarining, ya'ni Yahudilarning oltin davri hisoblanadi. Ular bu davrda Qudusni fath qilib, davlatining poytaxti qilgan. Davud alayhissalom nihoyat sharmiy, hayoliq, diniy g'ayrati kuchli odam edi. Uydan chiqqan vaqtida ishni mahkam taqab chiqatdi. Uning uyiga u yo'q vaqtda hech kim kirmaydi. Bir kuni Davud alayhissalom uyiga qaytgan vaqtida hovlisida bir odamning turganligini ko'rib, nihoyat darg'azab bo'lib, "Sen kim?" deb so'raydi. Men hükümdarlardan qorqmaydigan, meni perdeler to'solmaydigan biriman deydi. Uning bu gapidan Davud alayhissalom uning o'lim farishasi ekanligini his qilib, Allohning buyrug'i bilan xush kelding deydi. Shuning bilan o'lim farishasi Davud alayhissalomning jinini oladi. Shunda qilib Davud alayhissalom 100 yoshni tugatib, hukmdorlikni o'g'li Sulaymon alayhissalomga qoldirib, bu dunyodan xo'shlashadi. Yuqorqi Davud alayhissalomning qissasini elishga tegishli ibrat va darslar. Birinchidan, bir millat xuddi Isroil o'g'illariga o'xshash Allohning bergan ne'matlariga tuzkorlik qilib, Allohning oyatini o'z xohishi bo'yicha o'zgartirib, ularni to'g'ri yo'lga boshlaydigan yo'lboshchi payg'ambarlarni o'ltirsa, ularga Alloh taolo yana bir zolimni hukmdorlik qilib qo'ydiganligini ko'rib olamiz. Ikkinchisi, millatni zulmdan va xorliqdan qutuldirish uchun o'yinlashning, tafakkur qilishning muhimligi va uning uchun bir bosh tayinlashning muhim ekanligi. Uchinchisi, rahbarlikka bilimlik va qobiliyatli kishini emas, ko'p iqtisodga ega obro'li kishi yoki rahbar avlodi bo'lishni o'lcham qilib olish nodon millatning boshliq tanlashga o'lchami ekanligi. Allohning o'lchami bo'lsa, qobiliyatli, bilimlik va kuchli odamning rahbarlikka loyiq ekanligini ko'rib olamiz. To'rtinchisi, urush uchun, ya'ni Alloh yo'lida kurash qilish uchun nafsiy tayyorlikning naqadar muhim ekanligini, nafsini yengolmagan kishilarning haqiqiy urushda bo'lolmaydiganligini ko'rib olamiz. Beshinchisi, zulmdan qutulishning yo'li Alloh yo'lida kurash qilish, ya'ni jihad ekanligi va jihadning rostchillar bilan yolg'onchilarni ayiradigan haqiqiy imtihon ekanligini ko'rib olamiz. Oltinchisi, nafsini yengan, ruhiy jihatdan pishib yetilgan oz sonliq kishilarning ko'p sonliq ustidan Allohning yordami bilan g'alaba qila oladiganligi va buningga ishonishimizning kerak ekanligini ko'rib olamiz. Yettinchisi, zulmni yo'qotib adolatni barpo qilish uchun hukmdorlikning intayin muhim ekanligi. Shuning uchun hukmdorlik siyosatni iymondan, e'tiqoddan, islomdan ayirib qarag'ili bo'lmaydiganligini ko'rib olamiz. Sakkizinchisi, maylisiz moddiy jihatda kuchli podshoh bo'ling yoki ruhiy jihatda kuchli payg'ambar bo'ling, xususiy ibodat va zikr tasbihning naqadar muhim ekanligini Davud alayhissalomdan ko'rib olamiz. 9-inchisi, Davud alayhissalomning podshoh turibmi o'z qo'li bilan ishlab yeganligidan podshoh bo'lsa-mu yoki ma'lum huquqlar bo'lsa-mu o'z qo'li bilan ishlashning yana fazilatli va ahamiyatli ish ekanligini ko'rib olamiz. 10-inchisi, hukm qilgan vaqtida hamma tarafning gapini to'liq anglab bo'lgandan keyin aldiroqsonlik qilmay hukm qilishning muhim ekanligini ko'rib olamiz.